Hamma narsa hayot nimaga bog'lanib qoldik? Telefonga. O'sha eridan ham, o'g'lidan ham hammasidan birinchi o'rin telefon. Ertalab turgandan o'rnida turmaydi, betini ham yumaydi, telefonni boshlaydi. Parkda yuramiz-ku, parkda. Yoshlar o'tiradi skameykada. Aytaman atrofimdagilarga. Mana shu hammasi hozir telefonni ko'rib sizda o'tib ketganingizni bilmaydi hamda ular. Bular hammasi hozir Alisher Navoiy bilan Erkin Vohidning she'rini eshitib o'tiribdi bular. Berilib eshityapti deyman. Kimda Erkin Vohid yoki Muhammad Yusufning she'rlarini sayti bor. Kim ishdan ketdi, kim kimni urdi, kim kimni qarg'adi, kim baland so'kindi, qaysi chiqmadi deya unaqa laqillaydiganlarning maddohlarning zamoni bo'ldi bu hozir. O'shani ko'raversak, tamom ketib qoladi. Shu ko'pchilik holatlarda bolalarning qo'liga telefonni berib ovutish degan narsaga o'rgatdi, boshqa qildi. Hali telefonni ochib bir yomonroq, ochiqroq rasm chiqmasa, voy o'lay deb yopasizlar-ku. Bolalar ko'rmadimikan? Falon. Bolalaringiz bir kun oldin ko'rib bo'lgan u narsani. Kechirasiz-ku, ilgari 14 yoshga kirgan bola ko'chada yursa, yurgan oqsoqol, "Men yursak ko'chada" dedi. Hozir biror bolasiga gapirib ko'ringchi, nima ishingiz bor deydi. Maktabga borib o'qituvchilarning boshiga urib kelyapti diktalar. Nimaga meni bolamga baho qo'ymading? Qani topshirib kel, go'shi sizniki, suyagi bizniki deb. Maktablarda ta'lim sifati buzilib ketgan. Maktabga ta'lim sifati buzilmasligi uchun bering bolangizni go'shini o'qituvchiga. Aralashmang. Shunda o'tirganlar maktabda ma'lum ursa quloqdan burasa kelib birontamiz aytganmizmi? Aytsak ham to'g'ri qilgan, o'qimagansan deydi. Dars tekshirish yo'q, telefondan bo'shamaymiz. Onasi ham tekshirmaydi, otasi ham tekshirmaydi. Otasi-ku вообще bola otang kelar ekan desa ilgari qo'rqadi. Ko'chani supur, hozir otang keladi. Ko'chaga yo'lga suv sepib otang keladi. Choy qo'yib qo'y, hozir otang keladi. Mana bu kiyim-kiyimlarni yig'ishtirib qo'y, otang keladi. Cho'zilib yotib olganiga otang keladi. Bu hech kim yozgan kitob emas, yozilmagan, lekin qadriyat bilan qon bilan singib ketgan narsa. Aytdim, mana ikkita mahallaning raisiga hozir shunday topshiriq beramiz. Shunaqa ro'yxat qilamiz. 4 ta, 5 ta kelinlar bor, mana bu oilab shunday oilalar bor, er xotin bor. Misol uchun 2 ta qizi bor, 2 ta o'g'li bor. Hammasini olaylik. Shu umuman ajrim bo'lmagan oilalar degan narsani ro'yxatini qilasizlar. Ajrashmagan, o'g'li ham ajrashmagan, qizi ham ajrashmagan, bu namunaviy oila, o'zi ham yashab kelyapti. Mana shular ro'yxatini qilasizlar. Men Asvat Nosirishga aytdim, yanagi hafta avtobus yuborib bir kecha yotoq bilan Samarqandga ziyoratga boramiz. Namunaviy oilalar. Haligi o'g'lini uylantirib, kelinimdan til topish olmasdan darrov birovni qiziga "Sen ket, o'g'limga boshqa onasi o'tmagan, olib beraman" deydigan qaynanaga alam qilish uchun ajralmagan qaynonalar yo'q. Keliningizni ajratgan bo'lsangiz, avtobusga minmaysiz. Yarashasiz. Namuna qolganlarga alam qilsin, qolganlar o'rgansin, havas qilsin. Namunali o'zbek oilasi bo'lishi kerak. Bu sizayda borgan qizam, sizayda borgan bitta bolasi bilan balaga 2 yilda tug'mar deb haydab borgan qizam kimnidir qizi. Ko'p kutmaydi, 3 yil, 4 yil, 5 yil, 6 yil o'tadi, o'sha nevarangizdan o'zingizga qaytadi shu narsa. Qaytadi. Birovni bolasini qaqshatmaydi. Mahallalarga borganda mahalla aylanamiz. Tandir yo'q. Noyotmaymiz. Chiroyli qilib haligi makkani undan qo'shib, qora bug'doyni qo'shib, qora non qilib berardi, uni boshqacha edi. Chiroyli qilib xo'jayinlarni ham achchiq bo'lkaga o'rgatib oldik. Men Samarqandda ishlaganimda bir koreyalik doktor keldida, o'sha ayollarda saratonning ko'payish sabablarini analiz qildi. Nimaga ko'payapti bu saraton kasalligi? Men To'roq Sodiqovga aytib berdim. Keyin 7 ta 8 ta narsani yozgan edi. Kam harakatli birinchi o'rinda turibdi. Endi 4-faktorni yozganki, tandirga non yopmaslik deyildi. Tandirda non yopgan ayolda rak kasal bo'lmaydi dedi. Sabab organizm borganda qizigandan keyin qon 2 barobar tezlanar ekan organizmda. Shuni tezlikda haligi qon tomirlarini tozalab tashlaydi. Qon toza bo'lsa, qon iflosligidan qaysidir bezga nimadir mikrob qo'shilib, sekin-sekin bezda uyg'onadi.
Bu faktordan bittasida shuni yo'qotdik-da bizni.